Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizning e'tiboringizda Ishpo'lat va Sabrina va bizning mehmonimiz O'rolov Diyorbek. Va bugungi podkastimizning mavzusi boylik moddiy imkoniyatmi yoki bilim va tafakkurmi? Boylik deganda ko'pchilik pul va hashamatni tushunadi. Ammo haqiqiy boylik shumi? Bugun shu savolga javob izlaymiz. Xo'sh, sizning fikringizcha boylik deganda odamlar ko'pincha nimani tushunadi va nima uchun? Odamlar boylik deganda ko'pincha moddiy ne'matlarni, pul, uy-joy, qimmatbaho mashina, yaxshi kiyim-kechak va yuqori daromadni tushunadilar. Buning sababi shundaki, moddiy boylik insonning kundalik ehtiyojlarini qondiradi, hayotni qulaylashtiradi va jamiyatda mavqe beradi. Shuning uchun ko'pchilik boylikni aynan pul bilan o'lchaydi. Unda moddiy boylik insonni baxtli qilish uchun yetarlimi? Moddiy boylik insonni to'liq baxtli qilish uchun yetarli emas. Albatta, pul muammolarni kamaytiradi, lekin u insonning ichki xotirjamligini kafolatlamaydi. Masalan, boy, lekin sog'lig'i yomon yoki oilasi bilan kelisha olmaydigan inson o'zini baxtsiz his qilishi mumkin. Aksincha, oddiy hayot kechirsa ham sog'lom, mehribon oila va yaxshi do'stlarga ega odam o'zini baxtli his qiladi. Demak, haqiqiy baxt moddiy va ma'naviy boylik uyg'unligida bo'ladi. Xo'sh, sizning fikringizcha, bilimli, lekin moddiy imkoniyati kam bo'lgan inson hayotda qanday qilib yutuqqa erishishi mumkin? O'ylashim bo'yicha bilimli insonda yutuqqa erishishi va hayotini o'zgartira olishi uchun juda ham ko'p yo'llar mavjud. Masalan, u bilimini kuchga aylantirishi mumkin, o'qishi, izlanishi, yangi ko'nikmalarni o'rganishi orqali. Va unga mehnat va sabr ham kerak. Tez boyib ketmasligini hammamiz ham bilamiz, lekin barqaror va mustahkam muvaffaqiyatga erishadi. Halollik va intizom ham bu yerda juda ham katta rol o'ynaydi. Ishonch va obro' keltiradi. Va bunga misol sifatida Abu Ali ibn Sinoni olishimiz mumkin. U boylik bilan emas, bilim va tafakkur bilan tarixda qolgan. Men shunchaki sizning fikringizni bilmoqchiman-da, moddiy boylik va ma'naviy boylik o'rtasida qanday farq bor? Aslida moddiy boylik deganda pulni, uyni, mashinani, ma'naviy boylik deganda esa bilimni, axloq va tafakkurni tushunishimiz mumkin. Moddiy boylik vaqtinchalik, lekin ma'naviy boylik doimiy biz bilan qoladi. Bu degani moddiy boylikni yo'qotishimiz ham mumkin, topishimiz ham mumkin. Ma'naviy boylikni esa faqatgina topamiz, uni yo'qota olmaymiz. U moddiy boylikga tashqi qulaylikni bersa, ma'naviy boylik ichki xotirjamlikni beradi. Moddiy boyliklar ba'zan insonni o'zgartiradi, lekin ma'naviy boylik har bir insonni tarbiyalaydi. Va bizning podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz bu podkastdan xulosa sifatida moddiy boylik hayotni qulay qilishini, ma'naviy boylik esa hayotni mazmunli qilishini o'rgandik. Bilimli odam oxir-oqibat moddiy boylikka ham erishadi, lekin faqat boy odam har doim ham ma'naviy boy bo'lavermaydi.